O'quvchilar, mana bugun haykaltaroshlik fanidan mana bunday qoliplarga gips qo'yishni o'rgataman. Tayyor qolip, biz yangilik yaratamiz. Yangilik trendda bo'lgan yangilik, yostiqcha ko'rinishidagi gipsli uzuk qo'ygich yoki bo'lmasa birorta o'zlaringni furnituralarini qo'yish uchun maxsus idish yaratamiz. Mana shu paketlar kerak bo'ladi bizga. Suv, ozgina tufar kerak qo'shamiz va albastr kerak bo'ladi. Birinchi ishimizni albastrni idishga solishdan boshlaymiz. O'zimizga kerakligicha solamiz. Qotib boradi. Mana hozir qizib, уже sovuqdan bo'ldi, qotib. Qolipdan chiqdi mana. Endi sizlar ham mana bunday yostiqchalarni ochinglar.